Hammaga salom. Bugungi video foni Fransiya, chiroyli tabiati, yo'llari, avtobani bo'ladi. Bugungi video mavzusi foto va kamera fiksatsiyalarga ballitizm joriy etgani haqida 100% lik ma'lumot berib o'taman. Va buni plus va minuslarini ham oddiy xalqqa nima foydasi bor, oddiy xalqqa nima zarari bor, shu haqida ham ma'lumot berib o'taman. Demak, videoni boshladik. Hamma joyga bong urib yotibdi. Instagram kirsangiz ham, TikTok kirsangiz ham, YouTube kirsangiz ham hamma joyga короче shu gap, o'sha balli tizim. Bu menimcha polni 100% ko'rib chiqdim bu ma'lumotni, ballarini ham tekshirib chiqdim. Ana bu kartinkani screenshot qilib olsalaringizda ham bo'ladi. Hali bu balla haqida ham 100% bitta to'xtalib ma'lumot beraman. Undan tashqari, agar boshqa kishi haydasa mashinangizni, o'shani qanday ruxsat berish haqida endi bundan keyin jo'ra cho'q mana kalitni ol, sen ichganing yo'q, cho'q bitta aroq olib kel, davraga aroq yetmayapti deb buni ishonchingiz komil bo'lib, ko'nglingiz to'q bo'lib endi yubora olmaysiz to'g'ri kelgan odamga mashinangizni berib. Sababi даже kameralar уже nimasiz aqlli kameralar chiqqan. O'zbekiston nimaga rivojlanmasa ham kameralarga shtraf yozayotgan moslamalarga o'ta yetakchi davlatlar bilan bemalol raqobatlashib biladi. 100% buni hamma biladi O'zbekiston fuqarolari. Zo'r kameralar chiqqan. Короче, sizni mashinangizni begona kishi haydab yurgan bo'lsa ham, masalan, pravasi yo'q yo pravasi rishad bo'lgan, shunaqa odamlarga bergan bo'lsangiz ham, uni ham fiksatsiya qilib sizga o'tni kallasidagi jarima keladi. Bu fakt. Undan tashqari balli tizim unchalik vahima emas. Men boshqa xil kutgandim, lekin unaqa vahima darajaga emas. Ana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Masalan, texnik qayta jihozlarning texnik nosoz bo'lsa 0.3 ball ekan. Davlat raqam bez nomer yursangiz 1 ball. Короче, tonirovka birinchi marta yoki ruxsat nomasi srogi o'tgan bo'lsa 0.5 ball. Agar umuman ruxsatnoma olmay tonirovka qilib yurgan bo'lsangiz 1 ball. Huda behuda signal bersangiz 0.2 ball. Tezlikni 20 km ga oshirsangiz, masalan 60 joyga 80 haydab radarga tushsangiz agar yarim ball. 80 emas 100 haydab o'tsangiz aholi punktga shu uylarni qimillatib, shu eshik deraza darvozalarni ochtirib tashab o'tib ketsangiz agar, sizni shamolingiz bilan shunaqa narsalar ochilib ketsa agar, 100 bilan haydab ketsangiz agar 1 ball berar ekan. 120 bilan haydasangiz, u вообще devorlarni yiqitibdi. Masalan, aholi yashash punktiga 120 bilan bitta mashina o'tib ketsa, men shunday tasavvur qilaman. Shu yo devor treshina beradi shu uy, bunaqa vibratsiya bilan, yoki endi bizning yo'limiz ham unaqa ideal emas-ku, hamma biladi. O'zbekistonga yashab yurganlar o'sha chuqurga tushganingiz ham o'sha xuddi bir vibrakatok o'tib ketganday bo'ladi. O'shanga 2 ball berar ekan. Yana короче, xullas ana shu ko'rayotganlaringizda shu noto'g'ri joylardan nazorat qilish, svetoforni qizilidan o'tish 1 ball, skoro politsiyalarga damingni ol deb yo'l bermasangiz yarim ball. Xullas ana shunaqa, unaqa vahima emas. 12 ball joriy etilgan. 12 balldan keyin pravangiz rishad bo'ladi. 8 ball olgan vaqtingiz sizni telefoningizga SMS keladi. Jo'ra ko'tingizni qisib yuring, sal-pal siz uje inasini ko'rsatdingiz ballni. Yaqinga bez prava qolasiz degan SMS keladi telefoningizga. Undan tashqari ana ko'rib o'tiribsizlar. Короче, agar oddiy bir ana qaysi nimani olaylik. Radar bizga ko'pchilik tezlikka tushadi. Radar masalan nimaga 20 tezlikgacha radarga tushsangiz agar 1 yilga 24 ta radarga tushishingiz kerak. Pravangiz rishad bo'lishi uchun. 1 yilga 24 ta. Agar shu rekordni ursangiz, 1 yilga 24 ta radar tushsangiz 20 tezlik bilan, menimcha bu 100% haqqoniy bu odamni pravasini olish kerak, umuman bermaslik ham kerak. Короче, bu nima ahvol? 1 yilga 24 ta ham tushadilarmi? O bir fanfarosat bilan bir yurish kerak, bir og'ir bir tonnadan oshiq bir snaryadga o'xshagan bir narsani boshqaribdi odam.
u moshin bilan bir uyni yiqitsa bo'ladi. To'da odamlarni o'sha bowling o'ynaganda keglilarni yiqitib tashlaydi-ku, bitta dumaloq tosh. Xuddi shunga o'xshagan to'da odamlarni urib o'ldirsa bo'ladi. Короче, shu agar radarga tushsangiz 20 tezlikgacha 24 ta narushение qilsangiz agar keyin provayiz ishlab bo'lar ekan. Короче, menimcha bu nimasi, buni tushunishim bo'yicha Instagram, TikToklarga chiqib ketdi-ku. Bu meni hobbiyim. Men radarga tushishni kolleksiya qilyapman. Ana bir xalta nima bor, konvertlar bor. Jami 700 million shtraf berdim deb shunaqa puli ko'p, aqli yo'q odamlar bor-ku, shular uchun joriy etilgan menimcha. Kambag'al oila o'zlaringiz bilasizlar, endi bitta qaraqat kelsa uyiga tamom bu уже 3-4 kun ishtahasi bo'lmay, shu hech bo'lmasa shu shtrafni pulini ovqat yemay ekonom qilay deb shunday qilib yurayotgan odamlar bu. Menimcha 12 ball yig'ish juda qiyin bir yil ichiga. Endi muddati bo'yicha tushuntirib o'tsam agar 1 yil degani bu har yil yangi yilga, yangi 2027 kirdimi hamma top-toza bo'ladi degani emas. Qilgan jarimangiz, qilgan ballingiz, masalan 40 tezlik ochiqcha bilan tushdingiz, 1 ball olgansiz aprelga. Siz keyingi o'sha jarimangiz 1 yoshga to'lgancha, 15-aprelga tushdingiz, keyingi yil 15-aprelga bu esidan chiqib ketadi bu ball. Xullas ana shu keyingi jarimangiz mayga bo'lgan bo'lsa, demak keyingi yil mayga. Xullas har bitta ballingiz 1 yoshga to'lsa, keyin minus bo'ladi. Ana shunaqa gaplar. Undan tashqari endi baribir shu nimadirlar qildingiz, shu Xudoni shu eng suymagan bandasi bo'ldingizmi bilmayman, bir 2-3 hafta cho'milmay haydab yurdingizmi mashinani. Xullas bir balo qilib shu 12 ga chiqardingiz-da shu undan qarz qavola qilib ballingizni. Prava yozilishadi bo'ldi. Prava endi nima deydi, narushenialaringizga qaraydimi? Endi qancha уже necha marta siz 12 ballik sistemani urganingizga qarab, sudga sizni pravangiz 6 oydan 3 yilgacha lishat bo'ladi. Olib qo'yiladi pravangiz, haydash ruxsat etilmaydi sizga. Mabodo o'shangan mensiz bilan haydasangiz agar, u boshqa mavzu, yana sal qidirsalaringiz, короче 16 millionmi, 26 millionmi, xullas qanchadir shtrafi bor. U ham короче ishtonsiz qolaykan darajaga shtraf. Xullas pravangiz lishat bo'ldi. Keyin el qatori borib, endi bir balo qilib shu 20 ta savolni 18 tasiga javob bersam agar, shu pravani olarmikinman deb borib nimaga kira olmaysiz ekzamenga. Sababi sizga 50 ta savol beradi. Ana sizga yana bitta bonus. Shu bilan menimcha shu 6 oy pravangizni lishat qilsa agar, qaytib bu pravani ko'ra olmasangiz kerak. 50 tadan endi men bilmayman, 10% bo'lsa 5 ta xato, 45 ta короче, u savolni tuzgan odam ham menimcha 50 ta savol bu silishkimda bu nimaga u mana bu universitet institutlarga kirayotgan darajaga unaqa 100 ta beradi ko'plarga savol. Shunaqa emas degan savol tug'iladi. Muloqinga bir barakaga shu institutga kirayotgan darajaga ko'tarib qo'ysin. Xullas ana shu, o'sha uchun bu hamma qiyinchiliklar nimani keltiradi. Endi iloji yo'q. Malibuyimiz bormi? Kobaltimiz bormi? Ana o K5imiz bormi? Li9imiz bormi? Endi nimamiz bo'lsa ham endi ko'tkida qisishga majbur xalq. Pulingiz bormi, yo'qmi? U jarimalarni kuniga bir 700 tasini topasizmi siz? Kuniga bittasini topasizmi u jarimalarni? Farqi yo'q. Qancha pul topishingiz, endi ko'tni qisib haydashga majbur bo'lasiz. Mayli, menimcha 100%lik nima berdim, ma'lumot berdim. Esimdan chiqdi, aytdimmi yo'qmi? Agar sizni mashinangizni kimdir haydamoqchi bo'lsa agar, my.go.uz portali bor. O'sha portaldan ro'yxatdan o'tkazish kerak. U ham обязательно bepul emas. Nimadir yaratgandan keyin foyda qilish kerak endi. U foyda qilmasa, nima foyda uni yaratgandan? Xullas, eng kam shaqqini 10%ni to'laysiz. Masalan, Usmonjon meni mashinamni haydasin. Generalni dovernis bilan bergan bo'lsangiz agar, o'sha generalni dovernisni elektron shakli PDF qilib, o'sha nimaga biriktirib ariza berasiz. Keyin u haydash huquqiga ega bo'ladi. Agar u ishni qilmasangiz agar, u gazini bosib, menga nima o'lib ketmaydi, mashina egasi ana boyku deb
gazini bosib haydab yuraveradi, pul topiladi, lekin prava topilmaydi degan zamon kelyapti. Prava izlashadi bo'lsa, yuqoriga aytganimdek, ekzaminlarga o'tish foizi menimcha bir 2,5-3% bo'lsa kerak. Mayli, hay, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bu video. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi video ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.